Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar. Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizda yangicha motobloklarimizni obzor qilishda davom etamiz. Xo'p, video boshida manzilni tushuntirib qo'yamiz. Har doim aytamiz, Izza bozorining oldida deb. Mana bu Izza bozori bilmaganlar uchun ko'rsatib qo'yaman. Izza bozori, qurilish bozorining orqa tomonida. Betonka yo'l. Toshkentga uncha bu tomonga kelmaganlar bo'lsa, manzilni tushuntirib qo'yaman. Manzilimiz Toshkentda. Abu Sahiy bozorini ko'pchilik yaxshi biladi. Abu Sahiy ipodromdan kelish, bu tomoni Urizor bozori ketish. Izzadan avtobuslar kanechkasi bor. Kanechkani orqa tomonda, tashqarida har xil turdagi katta assortimentda motobloklarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Har xil modellaridan iloji boricha yo'q, boshqa joylarda yo'q narxlarda sifatli motobloklar sizlarga tavsiya qilamiz. Bugungi obzorimizda xo'p, ikki xil modelni ko'rsatamiz. Xo'p. 15 ot kuchli salarkali hamda 17 ot kuchli benzinli motoblokni sizlarga obzorini qilib beraman. Bu motobloklarda boshqa motobloklardan farqlari ko'p. Birma-bir tushuntirib beraman. Xo'p, 15 ot kuchli salarkali motoblok. Bilasizlar, motorlari 190 motorda bo'ladi. Kalit akkumulyator statorga zavod bo'ladi. Akkumulyatorlar ham katta akkumulyatorlardan qo'yilgan. Bilasizlar, salarkaligi kichkina akkumulyator bardosh bermaydi, chunki zavod bo'lish salgina qiyinroq. Havo orqali, kompressor orqali zavod bo'ladi. Shuning uchun kattaroq akkumulyator qo'ymasa o'tirib qoladi. Shuning uchun katta Damas akkumulyatordan qo'yilgan. Balonlari 600 ga 12 har doimgidek. Xo'p, orqa tomoniga o'tamiz. Balonlarini orasini bemalol razmer qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Rollari ham baland past bo'lib, o'zingizga regrovka qilsangiz bo'ladi. Rasxoti soatiga 800 gram 1 litrga bormaydi. Sababi nagruzkada 8 gram rasxot qiladi. Salarkali kam rasxot bo'ladi. 17 ot kuchi benzinga keladigan bo'lsak, bu ham kalit akkumulyator statorli, katta akkumulyator, benzin baki 5 litrdan qo'yilgan. Buni ham baloni 600 ga 12 balon. Xo'p, boshqa motobloklardan nima farqi bor? Abishni motoblokni ko'rsataman, keyin buni farqini ko'rsataman sizlarga. Mana bular oddiy motobloklar, o'sha hamma joyda sotilib turgan motobloklar. Korobkasiga bitta ahamiyat berasizlar, mana korobkasi. Ko'rdilaring korobkasi. Endi buni korobkasiga bitta ahamiyat berasizlar, mana kattaligini ko'ryapsizlar. Kattaligi hisobiga bunga satelit ustanovka qilingan, ya'ni zavodskoy boshqa korobkalardan katta bo'ladi. Satelitning vazifasi rulida qo'shimcha knopkalar bilan jihozlangan, ko'rishlaring mumkin. Bu knopkani Zubr motoblok ishlatganlar juda ham yaxshi biladi. Yangilik qilib kelganmiz bu motoblokka. Xo'p, satelitning vazifasi motoblok ishlab turgan holatda o'ng tomonni bossangiz o'ngga, chap tomonni bossangiz avtomatik chap tomonga buriladi. Mana bunaqa motobloklar ham bor, mana bular pachimnikli deyiladi. Rich balonni bosish narsani bosmaysiz, bursangiz 90 gradusgacha burilaveradi. Ya'ni ma'lum bir qismga burilganda to'xtaydi. Buni farqi polni bitta joyda buriladi, xohlaganingizcha buraverasiz. Eng asosiysi bilasizlar, freza taqqanda, freza yer maydalaydigan taqqanda mana bu balon olinadi, balonni o'rniga qo'yiladi bularda. Abishni motobloklarga qo'yilganda pachimnigi, mana bu hozir pachimnik bo'ladigan bo'lsa buriladigan. Pachimnigi chiqib ketadi, balon bilan chiqib ketadi, freza qo'yasiz, frezada umuman burilmaydi, sababi bespachimnik bo'lib qoladi. Endi bunda satelitlikning farqi shundaki, freza qo'ysangiz ham avtomatik o'zi yer ichida haydaydiganda ham kattalar ham, yosh kattalar ham, yoshroq bolalar ham bemalol ishlataveradi, sababi o'ng tomonni bossangiz avtomatik o'zi burilib beradi. Freza pichoqda ham, qarang, yer haydaydiganda ham bemalol burilib beradi. Xohlaganlarga benzinli varianti bor, xohlaganlarga salarkali varianti bor. Universal motoblok, freza, jatka taqsangiz ham bo'ladi. Orqa tomoniga vomiga ustanovka qilinadi. Universal jatkalari ham bemalol ustanovka qilib, taqib haydalasalaring bo'laveradi. Ya'ni jatka taqqanda bilasizlar, o'zi qo'shimcha og'ir nagruzka, eng motoblokka nagruzka bu jatka bo'ladi. 130 kg, 120 kg jatka taqilganda ham qiynalmasdan rolini bemalol bir tomonga o'zi burilib avtomatik ishlash imkoniyatini beradi.
Kimga mana shunaqangi satelitli motobloklarimiz qiziq bo'lsa, narxini aytib o'taman. Boshqa обычный motobloklardan qimmatroq bo'ladi. Buni ishlatgan akalarimiz bilishadi qanday qulayliklari, boshqalardan farq puliga yaraydimi, yaramaydimi, juda ham yaxshi bilishadi. Juda ham ko'p sotganmiz o'tgan yili. Yana yangi partiyada keldim. Xo'p. Narxlari kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, hozir ko'rib turgan salarkalik 190 motor, ya'ni 15 ot kuchi satelitli motoblogimizning narxi hozirgi kunda $750 dan qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Dollarga bo'ladigan narxi $750 qilib beramiz. Bekorga dollarga aytmayapmiz, sababi hozir arzon payti dollar tushgan, so'mga hozir xarid qilsangiz anchagina razlika bilan chiqadi. Xohlagan paytingiz kelsa ham dollar hisobida $750 dan qilib beramiz. 15 ot kuchli salarkali motoblok 190 motor. Xo'p, benzinlisini so'raganlarga benzinligi endi 192 motor bo'ladi, 17 ot kuchi bo'ladi. Benzinligining narxini $670 dan qilib beramiz. Farqi shunda, $80 qimmatroq salarkali. Aloqaga chiqaverasizlar, qaysi variant qulay bo'lsa, narxi $670 dan benzinligi satelitli 360 ga buriladi. Xohlaganlarga $750 dan dizelli variantlarini tavsiya qilamiz. Обычный oddiy motobloklar kerak bo'lsa ham har xillaridan bor. Agregatlari mana bu tomonda bemalol aloqaga chiqaverasizlar. To'lov turlarimiz faqat naqd bo'lib to'lash kredit variantlari afsuski bizda mavjud emas. Viloyatdan olmoqchi bo'lganlarga dastavkamiz Toshkent shahar ichida bepul. Viloyatdan olmoqchi bo'lganlarga Isuzu stankalarda olib chiqib beramiz. Upakovka holatda desa, upakovkada xohlaganlarga tayyor qilib yig'ib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali qiziq videolarimiz hali oldinda. Hammaga rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like ta ayamaysizlar. Salomat bo'lasizlar.